Lentga keldik. Konturni kotel ishlamayotgan ekan. Yonib o'chib. Endi qidirib bir aybini topdik. Mana buni bir ozgina chay deganlar ham. Bitib qolgan ekan, filtr bor ichida. Xullas, kotelni hamma joyini sochdik. Xudo xolasa hozir yoqib ham ko'rsatamiz. Buratni porядокda yig'dik. Mana bitta filtr ham qo'yib yubordik, bu kasoy filtr. Endi обратныйga qo'yiladi. Podachaga 90% holatda qo'yishmaydi. Qo'ysa ham bo'ladi, tez tozalab turiladi. Endi aslida обратga qo'yiladi. Kotelni ichiga musokilib ketmasligi uchun. Shuni ishga tushirdik. Mana ulova ravnomerni yonib turibdi bir xil. Ishga tushirdik. Nasos ham bir xil ishlab turibdi, qizimayapti. Boya olovdek bo'lib turibdi. Mana temperatura ham 46-47 sekin ko'tarilyapti. 46-47. Endi obratni qaytib kelayotgan suvni issiqligida endi bu. Bo'ldi. İşimiz tayyor. İshlayapti. 59, 60 bo'lib turibdi. Mana bu yoq qaynoq. Yo'q ham qaynoq. 60, 59, 60 qaynab